Vi vill ju dela en varm och inspirerande berättelse från Yardems akutprojekt. Sohrab tillsammans med sin dotter Nora har skickat 1091 kronor för att hjälpa 3 utsatta familjer i Darsab i norra Afghanistan. Det här är mer än bara en gåva. Det är hopp. Det är omtanke. Det är ett ljus i en svår tid. Mana shu ko'makda So'rovi nog'abizda qizlari Nurajon tarafidan olib keldim. Sizlarga yetdimi? Yeshitdi og'am, Xudojon bundan izofa qilsin, yana bizga shunda ko'mak qilsin, mana sag'illaydi, duo qilamiz o'lay, maydonga qolganmiz. Mana shular 5 yil, otadan kichik qolgan 5 yil 6 yil bo'ladi otalarini o'lgan, ana shunda ko'mak bersa, yeymiz, yo'qolsam yo'q, biz maydonga qolganmiz. Xudojon bundan ham izofa qilsin, Xudojon Parvardigor bundan izofa qilsin, u dunyo bu dunyoga xor qilmasinlar, Xudojon Parvardigor sag'irni siylasinlar. Xudojon bularni ham siylasin, bundan ham bizga boqsin. Xola mana shu So'rovi nog'abizda qizlari Nurajon mana shu ko'makni yuborgan ekanlar, men olib keldim. Hammani taslim berdingiz. Xudo rahmatlari qilsin. Yana ham Xudovan ularga ko'mak qilsin, ulardan so'rab bizlarga ham Xudovan hamisha ko'maklaridan yo'qlasin, ularni Xudoy pok yo'qlasin. Xudojon ikki dunyoga xor qilmasin. Bizlarni yo'qlagan bo'lsa, Xudoy pok yo'qlasin ularni. Xudoy pok. Tashakkur bizlarga yeshitdi, qo'lingiz og'rimasin. Ilohim Xudoning ikki dunyolariga sarbilan qilsin, Xudojon undan ham izofa qilsin. Xudoning bu dunyoga umriga koriga xayr barakat bersin. Vi vill rikta ett stort tack till Sohrab och Nora för deras generositet. Må Allah belöna er, skydda er från synder och låta denna goda handling vara till nytta i detta liv och i det nästa.